Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yotib bir green card haqida gapiraylik. Tak, TV 2027. Mana oktyabrda boshlanadigan o'yindan birinchi boshlaylik. Odatda oktyabrda boshdan noyabrgacha, oktyabrning birinchi haftasidan to noyabrning birinchi haftasigacha bo'ladi. Bu yil chota mana o'sha oktyabr 15 hali green cardda nimasi chiqqani yo'q. Kunlari. Xo'sh, bunaqa bo'lganmi avvalo? Bo'lgan. Menimcha, Coviddan keyin shunaqa bo'lgandimi? Oktyabrda boshlanadigan narsa noyabrda boshlandimi, dekabrdami, даже esimda yo'q. Qanchadir nima bo'ldi. Cho'zdi. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi keyin o'yin boshlandi. Nima qilish, o'yin debman. Registratsiya qilish keyin boshlandi. Hozircha bu yerda mana shunaqa bo'lyapti. Bundan oldin ham bo'lgan. Bu yangilik emas. Hozir mana bu oxirgi viza byulletenini o'qiganimda yozganki, mana bu 2027 deb endi hisoblanadi. DV 2027 ni qachondan o'ynashdi biza yaqin oylarda aytamiz degan. Yaqin kunlarda demagan, yaqin haftalarda demagan, yaqin oylarda deb aytamiz degan. Endi 1 oy, 2 oy kutamizmi, bilmadim. Xo'sh, shuning uchun oktyabrda mana hozir kutyapmiz. Hali boshlangani yo'q, chislosi ham yo'q, lekin boshlanish kerak. Yana bir marta aytaman, yaqin oylarda aytamiz degan. Chunki endi bu pulli qiladigan-ku, pulli bo'lganmi $1. Tak что buni kutamiz. Yangi o'yinni nimasini, chislolarini, qanday pul to'lash kerak, hamma qoidalarni kutamiz. Hozircha yangilik yo'q, faqat kutinglar degan. Mana shu. O'rtoqlar, endi mana bu hozir oktyabrdan boshlangan nima haqida gapiraylik. Kim yutgan-ku, mana bu mayda yutganlar, mana oktyabrdan boshlab nimani DVga, lotereyaga, elchixonaga endi borishni boshlaydi. Xo'sh, bu yil ancha odam kam nima qilibdi, yutibdi O'zbekistondan atiga 3000 ta. Agar hozir biza u 1 yil oldin DV 25 bilan agar hisoblasak, u vaqtda O'zbekistondan 5000 qancha. Biza eng dunyoda u yil eng ko'p yutgan odam, nomer 1 bo'lgan biza. Hozir 10-o'rinda turibmiz. Nima bo'yicha? Yevropa bo'yicha, lekin O'rta Osiyo bo'yicha biza bir bo'lgan, bu anchadan bir biza. Shunda bizlarga O'zbekiston bir. O'rta Osiyoda futbolda ham bir ekan menimcha. Mayli, futbolda ham lekin bir hozir, lekin men bu green card o'ynash bo'yicha O'zbekiston O'rta Osiyoda qanchanda beri bir bo'lib turibdi. Ishqilib mana shu, endi hozir O'zbekistonliklar ancha kam yutgan. Bu yaxshi. Nimaga? Chunki mana 25-yilda ko'p yutganda, u bilasizlar, lotereya nomer bilan keladi, ochiradi. Mana bu Yevropa masalan 15 bo'lsa, O'zbekiston masalan mana shuncha 6000 gacha, 7000 gacha ishqilib chegarasi bor edi. Hammaga mumkin emas edi. Mana endi shunaqa chegara yo'q. Odam kammi? 2000 ta odam kam yutgan o'rtoqlar. 5000 emas, 3000. Demak, shanslar ko'p bo'ladi odamlarga. Yutish uchun bunaqa ko'cha-ko'ch bo'lmaydi. Bitta davlatdan ikkinchi davlatga ko'ch degan nimalar bo'lmaydi. Shuning uchun shu yil yutganlar menimcha maza qilsa kerak. Endi elchixonani o'zgarganmi yo'qmi bilmadim. Endi albatta nimani ham qo'shimcha qilishim kerak, chunki mana Meksika orqali kelgan odamlar ham bor. Ularga ham savol bo'ladi-ku, men o'ynasam bo'ladimi yo'qmi? Afsuski, o'rtoqlar, Meksika kelgan odamlar bu green cardda o'ynay olmaydi. O'ynasa ham yutgan taqdirda dalshi o'sha pekropuli kuyadi. Unga ber, bunga ber bo'ladi. Keyin sen Meksika orqali kelsan deb u kuyadi. Puli ham boshqasi ham. Shuning uchun o'ynab o'tirmanglar-da. Masalan, kim viza bilan kelgan bo'lsa, vizasi hali quymagan bo'lsa, mana shu odamlar o'ynasa bo'ladi. Qachon? Masalan, hozir o'ynasangiz, u yutug'i mayda chiqadi, to'g'rimi? U maydan keyin yana vaqt kerak. Ishqilib sizni vizangiz shu vaqtgacha quymasligi kerak. To green card olmagunizcha quymasligi kerak. Shunaqa qilsam bo'lsa, masalan, studentskiy viza bilan kelgan, o'qib yuribdi, shular masalan o'ynasa bo'ladi bemalol. Masalan, shular o'ynasa bo'ladi, chunki u student o'qib yuribdi, vizasini cho'zib yuradi. Masalan, men turistik viza bilan kelgan bo'lsam, keyin men turistik vizam bilan kelgan hali srogi bor. Lekin agar men qolmoqchi bo'lsam,
qilmoqchi bo'lsam, unda уже boshqacha. Agar vizamni kuyib, keyin bironta dokumentga topshirsam bo'lmaydi. Lekin meni vizam kuymasdan turib, boshqa masalan boshpanaga topshiramanmi yo marriage qilamanmi, shu orqali agar masalan dokumentimni vizam kuymasda ulab ketsam, shu vaqtda green cardni yutgan taqdirda ham yutsam bemalol green cardni lotereya orqali olsam bo'ladi-da. Endi hozir misol qilib aytaylik, bir kishi turistik viza bilan keldi, srogi hali tamom bo'lmasdan turib 6 oyga beradi. 6 oyga tugamasdan turib masalan boshpanaga topshirdi. Mana shu vaqtda 1000 boshpanaga topshirgan bo'lsa, hali sudi o'tmagan, hali ishi hal bo'lmagan bo'lsa, suhbatga chaqirmagan, boshpana yutmagan, lekin vizasi tugamasdan turib topshirgan bo'lsa, ularniki xuddi nimaday bo'ladi? Most bilan ko'prikday. Hali vizasi tugamasdan boshqa vizaga bergan vaqtida. Shuning uchun bunaqalar bo'lsa, ularga ham bemalol green card o'ynasa bo'ladi, yutsa, olsa bo'ladi. Lekin men turistik viza bilan kelib 6 oyga menga bergan, lekin 6 oy srogi o'tgandan keyin men boshpanaga topshirgan bo'lsam, yo undan keyin boshqa bir viza almashtirishgami, bu vizadan boshqa vizaga o'tmoqchi bo'lsam, u yerda bo'lmaydi. Shuning uchun ko'prik bo'lish kerak-da. Viza tugamasdan turib, o'sha boshqa narsani odam boshlagan bo'lsa, u boshqa narsa. Shunda masalan lotereya bemalol Amerikada ichida bo'lsa ham o'ynab, yutgandan keyin olsa bo'ladi. Hatto vizangiz kuygandan keyin dokument boshlagan bo'lsangiz, 1000 workingiz bo'lsa ham, 1000 work permit, social olgan bo'lsangiz ham bo'lmaydi. Chunki mana Meksika orqali kelganlar ham, ularda ham work bor, ularda ham social bor, lekin ular noqonuniy kirgani uchun, shuning uchun statussiz kirgani uchun, shuning uchun ular green cardda yutsa ham ular ololmaydi. Endi CBP ni hozir gapirmayman, o'zi CBP ni so'ragan o'tdi. Mana shu o'rtoqlar, bu DV bo'yicha hozircha yana boyagi gap, oktyabrdan boshlanishi kerak. Lekin oktyabrdan hali nima qilgani yo'q, nima edi? O'yin boshlagani yo'q. Shuning uchun kutamiz, qani oktyabrda bo'ladimi? Oktyabrda menimcha o'sha bo'lmasa kerak, chunki bular aytgan. Biz yaqin oylarda qachon registratsiya boshlanishi aytamiz degan. Endi bu noyabr bo'ladimi, dekabr bo'ladimi, yanvar bo'ladimi? Bunisini bilmadim. Mana shu o'rtoqlar, hozircha kutamiz yangi kunlar qachon bo'lishini.